chap oyoqda tortish bo'lganda, to'g'rimi? Chap oyoqda. 10 barlik boqalash tizimida 4 barga boqalasa bo'ladigan og'riqlar ham bo'lgan. Yo'q, hozir shular. Yo'q, hozir yaxshi. Yaxshi, tortish ham ketdi. Anaqa. Deyarli yo'q hisob. Yo'q hisob bo'lsa. Bugun o'ng tomonim juda ham yaxshi, hech qanaqa shikoyatim yo'q. Tushunarli zo'r. Oshqozonim faqat ovqat buncha hazm qilolmayman. O'shanisi man hozir yeyotgan oyoqlarimda shikoyatim yo'q. Ikki seansda og'riqlarni shunday darajaga kamayishi yaxshi. Bunday narsa borlar. Bunday narsa bor. Masalan, tushuntirib ketay. Ba'zi bir aqllilar yozadi-da. Aqllilar degani bu yerda qo'shtirnoqchi aqlli emas, o'zi fikrlaydigan odamlar yozadi. Bu yerda o'qiganlar yozadi. Misol uchun juda ham kam bu savol, juda ham kam, bor bu narsa. Mana siz ishonib kelinglar deysiz, ixlos qilib kelinglar deysiz. Nima bir gap. Shu ishonib kelinglar, ixlos qilib kelinglar deysiz, mana shunga ixlos qilib ishonib kelganlar, ixlos bilan, ishonch bilan kelgani uchun yaxshi bo'ladi deydi. Bu nima deydi? Plasebo effekt. Ya'ni meditsinada shunday gap bor. Plasebo effekt. Mana meditsinada bir dorini sinab ko'rishmoqchi bo'lsa, ikkita gruppaga ajratiladi-da, bir gruppaga haqiqiy ishlab chiqarilgan dori beriladi, ikkinchi guruhga pustishga beriladi. Любой bitak. Foydasi ham zarari bo'lmaydigan bir oddiy un, например, un yoki qanaqadir bir oddiy parashut beriladi. Lekin ikki taraf ham bir xil o'sha kasallikka tegishli bo'lgan dorini ichyapman deb hisoblaydi. Keyin kuzatib borishadi o'sha ikkita gruppani. Shu ikkita gruppani kuzatib borishgan paytda gruppada, misol uchun haqiqiy dori ichadigan gruppada mana bunday o'zgarish bo'ldi, bunday darajada o'zgarish bo'ldi. Bu gruppani ham kuzatishadi, pustishga ichadigan gruppani ham kuzatishadi. Ularda ham o'zgarish bo'lsa, bo'ladi ham. Shuning uchun ham bu narsa kiritilgan meditsinada. O'zgarish bir xil bo'ladigan bo'lsa, bunda ham 20% yaxshi tomonga o'zgardi, bunda ham 20% yaxshi tomonga o'zgardi. Demak, dori kuchsiz. Agar bunga 50-60% o'zgarish bo'lib, bunga 20% dan oshmaydigan bo'lsa, demak, dori ishini haqiqiy bajaryapti. Plasebo psixologik effektdan tashqari dorining effekti ham bor degan tushuncha bo'ladi. Endi mana bizning ishga qaytamiz. O'sha aqllilar aytishadi, balkim shu ixlos qilgani uchun plasebo psixologik effekt bo'lib, o'zini o'zi vunushat qilib odamlar yaxshi bo'layotganlar. Voy, endi bari niyatga bog'liq-ku. Mayli, to'g'ri, niyatga bog'liq. Bu narsa xuddi bu dorilarda bor bo'lgandek, bizda ham plasebo effekti ahamiyati bor. Bor-da. Bor, lekin meditsina nima deydi o'sha plasebo effekt haqida? Plasebo effekt haqida meditsina shunday gap bor. Plasebo 1 soatdan bir necha soatgacha yoki 2 kungacha davom etadi deydi. Har qanday kuchli plasebo ham bir necha soatdan 1-2 kungacha davom etadi. Ya'ni o'sha og'riqlar qandaydir qolishi mumkin, uyqu yaxshilanishi mumkin, nastreniya ko'tarilishi mumkin deydi. Lekin keyingi kunlarda yana organizm o'zini holiga qaytadi deydi. Bizda unday bo'lmayapti-ku. Tushunyapsizmi? Mana siz aytyapsiz, 8-kun bugun. 8-kunda уже 2 kundan plasebo effekt bo'yicha qaraydigan bo'lsak, har 2 kunga yana iziga qaytadigan bo'lsa, hozir 3 marta o'zi 2 kun plasebo effektda turgan bo'lsangiz ham, ta'sirda turgan bo'lsangiz ham, o'zingizni o'zi ishontirib, mana shunday odamni oldiga boraman. 2 marta qaytib, hozir yangi kelgan bo'lardingiz. Birinchi kundagi og'riqqa kelgan bo'lardingiz. Qaytanga boshda aytdim-ku, og'riqtirdim-ku. Vot, ana shu tanani. Safar ham sal og'riqtirdim. Sekin tuzalmoqda. Ana shu narsani haqiqiy o'zgarish deydi. Shuni o'zgarish deydi. Qanday tuzalib qolmadi? Yo'q, albatta. Plasebo effekti bu bo'ladi-da. Ko'zing ko'ryaptimi? Yo'q. Endichi biroz ko'rganda, endichi voy nimadir ko'ryapman, endichi voy mana уже ranglarni ajrata boshlayapman mana u непонятно, tushunyapsizmi? Metod yo'q bu yerda. Metod og'riq bormi misol uchun? Og'riq yo'q.
Ha, tushunyapsizmi endi? Men hozir ham tekshirib keldim o'zim. Tanga yurib kelayotganda oyog'im qaytib qo'yaman. Bundoq qo'yaman. Kelayotganimda yaxshi yurib kelaman deb Yo'q, qo'yaman. bizani qiladigan osteopatik ishimizda, osteopatik ta'sirimizda bu metod bu. Bu metod shunchaki tushunib bo'lmaydigan qanaqadir plasebo effekt emas bu. Ishongani uchun ta'sir bo'ladigan. Bu metod. Yillar davomida shakllangan metod. Tushunyapsizmi? Odamlar qancha kitoblar yozgan bunga va hokazo. Faqat bitta narsasi bor, buni hamma tushuna olmaydi, aqli ko'tarilmaydi va hamma osteopat bo'la olmaydi. Osteopat bo'lish uchun miyasini o'sha qandaydir bo'limlari bo'ladi, odamning o'sha bo'limlarini rivojlantirish kerak bo'ladi. On ostidagi bo'limlarni, o'sha bo'limlar eshita oladi tanani. Qaysi tomonga qarab tana tirishgan, qaysi tomonga qarab tana bo'shashni xohlaydi, qaysi tomonga qarab tanani yo'naltirish beraversangiz, to'qimalariga, o'sha nafas ritmiga nisbatan yoki bir joylashuviga nisbatan shunda tana o'sha yetmay turgan o'sha turtkida yetmay turgan. Ozroq turtki yetmay turibdi, o'sha turtkini oladida o'sha joyga qarab to'qimalarda o'zgarish paydo bo'ladi. Tushunyapsizmi? Sekin. Birdan emas. Indamadim sizga jim ko'zimni yumib turdim. Siz aytdingizki, orada chap tomonga degan gapga, chap tomonga degan gap gapirman. Uyda o'zimda qayta aytaman, shu chap tomonimga qiyshayman-da, anaqa namoz o'qiyotganda ham shu chap tomonim, keyin anaqa oshqozonim ham sal diskomfort bo'lsa, shu chap tomonimga sal qiyshayman. Shu narsa bor-da. Indamadim, lekin siz o'shanda aytib o'tdingiz, chap tomon deb gapirmasdan shuni voy men bilib o'tibdi deb. Yo'q, haqiqatan ba'zilar o'ylaydi, folbin deb o'ylaydi. Bir kun bittasi kelgan, men bir ikkitada dogmatiklar bor-da, ya'ni. Rostdan eshitish kerak. Siz qanaqaysiz? Dogmatiklar kelib to'g'ri bu qilaversam, eshitib turib, jim turib bunday qilib mana ko'rsam, bitta narsani aytsam bo'ladimi sizga deydi. Xafa bo'lmaysizmi deydi. Ha, yo'q, xafa bo'lmayman, gapiraver. Bitta demokratiya desam, siz kim bilan gaplashyapsiz deydi. Keyin hazillashdim, kullida o'zi ham uyalgandek bo'ldi, keyin tushuntirdim, baraka topkur. Shuncha video qo'yaman. Xat savoting bor. YouTube'ga kir, Google'ga kir, o'rgan, kitoblarni o'qi, qani polpos bilan gaplashayotganmi, osteopatlar yoki tana bilan gaplashayotganmi, tanani to'qimalari bilan gaplashayotganmi. Va hokazo. Yoki uyalib qoldida va hokazo. Qarang, bunaqalar bo'lib turadi. Endi lekin bitta tomoni bor-da. Bitta tomoni bor, o'sha tanada to'qimalarida, tananing to'qimalarida stansiyalar bo'ladi. Har bir hujayrada stansiya bo'ladi. Mitoxondriya deydi uni otini. Mitoxondriya energiya beruvchi mitoxondriya hujayralar bo'ladi. Undan tashqari hujayraning yadrosida o'sha xromosomada oxirida xromosomaning oxirida o'sha nima bo'ladi? Hayflik deydi buni. Bu termin uchun olimlar adashmasam Nobel mukofoti olgan, shuni topishgan payti, odamda shunday imkoniyat holat borligini ilmiy topishgan payti mukofot olishgan. O'sha hayflik deydi, o'sha xromosomalarning oxirida telomer degan hujayralarning konsovkasi bo'ladi, dumi bo'ladi. Va o'sha hujayralar bo'linadi. Har safar birinchi hujayra inson paydo bo'lgandan boshlab bo'linish boshlanadi. Hamma to'qimalarda hujayralar bo'linadi. Ana shu bo'linish qancha ko'paygan sari o'sha dum qisqarib boradi. Hayflik deydi buni. Zapas energiya, potensial жизни, ya'ni hayot potensiali. Men buni hali alohida video ham qilaman. Lekin o'sha kamayib boradi. Misol uchun o'rtacha odam organizmi o'rtachada, endi bu standart emas. 50 marta bo'linadi. Любой to'qimada 50 marta bo'linish bo'ladi. Ana shu oxirgi bo'linishlarga haligi tugaydi hayflik. Hayflik tugaydi, bo'ldi. Hujayra yangilanmaydi. Endi bu nima degani? Biologik o'lim. Biologik o'lim. Siz shu kamayib boradi. Ha, bu qaraysiz va biologik o'lim yo'q keladi. Endi qiziq joyi buni videoga qoldirsam ham bo'lardi. Mayli, buni videoga qoldiraman maxsus. Hammasini ochib olmay. Demak, mana shu hayflik kam bo'lsa organizmda, organizm uzoq vaqt kasallangan bo'lsa va o'sha
atom stansiyachasi o'sha hujayrani energiya beradigan qismi potensial жизни, ya'ni hayot potensiali zaiflashib qoladi. Ana shunday odamlarda biz qiladigan ta'sir ham juda sekin kechadi. Juda sekin. Sizga unday emas, juda sekin. Misol uchun mana u farqi qanday bo'ladi desangiz, mana sizga 8 kunga bo'lgan effektni, sizni tanangizga 8 kunga bo'lgan o'zgarishni o'shanday odamlarni, hayfligi kamayib ketgan odamlarni 4 ta seansga ham kelolmasligimiz mumkin. Mana shu narsa meni aka qiynaydi. Kasallikni uzoq vaqt turishligi minusga ketadi. O'sha bizlarning ham qilgan ishimiz hatto mana shu yetarlicha yordam bermaydi. Bu meni hozir eng katta tashvishim. Eng katta tashvishim. Misol uchun bir nechta odamlarning ichida bitta shunaqa odam kelib qolyapti. Ha, menga o'xshaganmi? Yo'q, sizni tushuntirdimmi siznikini? Cho'ziladigan. Ha. Misol uchun tomon bo'lgan o'sha to'qima zapasi yo'q o'sha to'qimaga. O'sha stansiya o'sha juda ham kam. Stansiyaning energiyasi juda ham kam. Nima qilsangiz ham, misol uchun tana xohlamaydi. Ya'ni o'zini butun anaqasini sarflab bo'lgan. Ketqizib bo'lgan. Unda qala. Irillavoradi keyin. Tushunmaydida, irillavoradi. Go'yoki bizni aldayapmiz ularni. Yo'q, biz aldamayapmiz ularni. Organizm shu darajada bo'lganki, o'sha qaysidir mana 15 ta sabab topilgan bo'lsa, 15 ta to'qimada o'zgarish paydo bo'lgan bo'lsa, shuni bir 5 tasida tiklanish imkoniyati qolmagan. 10 tasini tiklaymiz, 5 ta ключевой muhim to'qima tiklanishga kuch qolmagan, yaramay qolgan. Tushunsiz? O'sha 5 ta odamning nerv sistemasini olib keladi-da. Natijada nerv sistema og'riq bilan javob beraveradi. Yoki yetarlicha pasaymaydi. Pasayadi 20%. Darsi jimaydi. O'zi juda katta vaqt. Nima qilish kerak? Shuni almashtirish kerakmi o'sha a'zoni? Yoki qanaqadir bir mo'jiza kutish kerakmi? Shuni ustida qattiq bosh qotiryapman. Qattiq bosh qotiryapman, shunga bir yechim bo'lish kerak. Yoki yechim topolmayapmiz shunga. Yoki o'sha haqiqatan ham o'sha anagini bir mo'jiza kutib, anagi bo'lishga o'sha yerga energiya kirish kerak. Shu hozir tugab qolgan degan narsangizda qarinida ham agar tugamagan bo'lsa yaxshi ketish. Ana shu yaxshi savol berdingiz. 65 yoshli, 70 yoshli ba'zi bir keksalar kelishadi. Bitta yoki ikkita seansga tars etadi, ko'zi ochilib, "Voy, bunda yaxshi hayot bor ekan" deydi. Ba'zi payt ulardan bir necha yosh, deylik, 50 yosh, 55 yoshli kimlardir keladi, mutlaqo organizm bo'ysungisi kelmaydi. Tushunyapsizmi? Tushundim. Mana paradoks. Paradoks emas, buni javobi bor. Lekin biz hali javobini topa olmayapmiz. Nima uchun mana bu 70 yoshli kampirga organizmda yetarlicha kuch topildi va u ancha tez tez emas, o'nglandi ma'lum bir vaqt ichida. U hayotning rohatini ko'ra boshladi. Kimdir 3 urinish, 4 urinishga ham yetarlicha anaqa bo'lmaydi. Natija bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Shu ish mana bitta tomirda ishlasiz, bu seansga ham o'sha tomir nerv tomirida, например, yoki qaysidir to'qima yoki o'sha tog'ay to'qimami yoki o'sha suyakning to'qimasimi ikkinchi seansga ishlasiz ham mana deb o'sha turadi. Uchinchi seansga ishlasiz ham mana deb o'sha turadi. Albatta anaqasi kamayadi, lekin tiklanish anaqasi juda sust. Keyin mana shunga javob izladimda, nimaga bunday desam, hozircha topgan javoblarim shu. O'sha hujayradagi hayotiy quvvat, o'sha biologik telomerlar juda ko'p sarflanib yuborgan. Hujayra programmadan ortiq darshi tezroq bo'linib yangilana olmaydi. Yangilanish kerak-ku, yaxshi bo'lish degani tezroq yangilanish kerak. O'sha yangilanish oqsaydi-da. Men aytayotgan boynikida dabdala odamlar juda kam, 20 ta bitta, 30 ta bitta kelishadi. Buni qarang. Qolganlar yaxshi.
O'shaning uchun aytaman, baraka topkur. Mana yaxshi bo'ldingizmi? Bo'ldingiz, ha? Qoniqyapsizmi? Juda ham qoniqyapman. Yo'qolib ketmang. Shunday Yo'qolib ketmang. Profilaktika uchun 1 yilga 2 martami, 1 martami kelib turing. Hech nima bo'lmagan taqdirga. Qarang, hech narsa bo'lmagan taqdirga ham kelib turingda bir tanani baholatib keting. Mana ko'rdingiz siz anaqani ta'sirini. Endi lekin agar mabodo qandaydir muammolar agar biroz saqlanib qoladi, 5%, 10%, 15% saqlanib qolayotgan bo'lsa, unda har bir oyga yoki 1,5 oyga bir keling. Deyman. Men o'zim aytaman, bo'ldi sizga boshqa mana tanani eshitib ko'rgan paytimiz biza tana aytadi, bo'ldi, hech narsa qila olmaysan boshqa. Menga umuman teginma, men yaxshi turibman. Eshitib ko'ramiz, mana eshitib turamiz, напряжение bo'lmaydi, hech qanaqa, hech qaysi to'qimada energetik zo'riqish bo'lmaydi. Lekin muammo qanaqadir muammo 5%, 10%. Endi bu sizning taqdiringiz. To'g'ri. Tushunasiz? Endi bo'ldi, shu yoqqacha olib kelganmisiz? Meni aybim yo'q. Bu yoqqacha mengacha kelishda dabdala bo'lganingizga, bu sizning endi taqdiringiz. Endi shunga rozi bo'lib, darshi mo'jiza kutib, qanday qilasiz? Bo'lishi ham mumkinmi mo'jiza? Bo'lishi ham mumkinmi? Bilmayman. U hammaga har xil. Demak, shuni kutasiz deyman. Eng logik javob shu. Eng aqlli insonning javobi hayot tarzi shu bo'ladi. Rozi ham bo'lish kerak deydi. Tushunasizmi? Ha, chunki biza xudo emas biza. To'g'ri. Tushunasizmi? Bizda qanaqadir bir juda bir nima ilohiy kuch yo'q bizda. Shunchaki biz o'sha sababchi yaratilgan qonuniyatlar bo'yicha o'sha ilmni olganmiz, o'sha to'lqinda turibmiz. O'sha ilmni olganlar to'lqinida turibmiz. O'sha to'lqin tufayli sizlarning tanalaringizga yaxshilik bo'ladi. O'zimizni ham xuddi shunday muolaja qilamiz. Nevaramizni ham xuddi shunday muolaja qilamiz. Boshqa narsani bilmaymiz biz. Qilmaymiz, bilmaymiz emas, bilamiz. Qo'llamaymiz, shuni bilan qilamiz. To'g'ri. 20 marta dori ichish kerak bo'lgan taqdirga 1 marta eng muhim holatga dori beramiz. Va qolganini mana shu narsa. Tushuntirdimmi? Ha, men shuni tushuntirgim keldi sizga. Tushuntirgim keldi. Qolganman-da. Bilinmayotganimizga. Tushuntirgim keldi. Lekin bitta narsa. Kameraga spesial oldim men shu narsani hozir. Gapirgim kelgani uchun men kameraga oldim shu narsani. Agar rozi bo'lsangiz, baribir siz ko'rinmaysiz ekranda. Rozi bo'lsangiz, odamlar nimanidir tushunish uchun, chunki anchadan beri gapirmoqchi bo'lgan niyatim bor edi. Maxsus video qo'ymoqchi edim. Tabiiy bo'lgani yaxshi-da. Siz ham ishtirok etdingiz bu gaplarga va hokazo. Shuning uchun ham tabiiy bo'lsin deb, shuni hozir sifatsizroq kamera bo'lsa ham qo'shib qo'ydim. Shuni ana qilib qo'yib yuboraman. Ma'qulmi? Bo'pti, unda